faqat mahalla raisi bo'lib turib davlatdan mablag'ni olib o'zini o'ylab degan. o'zini o'ylab kunim o'tsa bo'ldi degan bugungi mahalla raisi bu jamiyatga bugungi kunda kerak emas. Har bir rahbar lavozimi, shu kursisi hammasi meros qolmaydi-da ular. Albatta. Bosh bo'lib o'sha ziyoratgohimizni birinchidan ziyoratgohimizdagi o'sha tasharruf binoni obod qilishdan boshladik. Hozir men o'zim yashaydigan Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'iniga kelganman. Rais shu yerda bo'lsa kerak hozir. Subhanali To'rayevich Nishonov kabinetlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rais Nazirning. Xo'p, oldindan aytib qo'yaman, o'zbek tilida, davlat tilida so'zlashamiz. Sababi men hozir sizni videoga olyapman, rais. Agar rozi bo'lsangiz, sizni qilgan ishlaringizni bir kuzatuvchilarimizga, obunachilarga ko'rsatish maqsadida video qilayotgandim. Tanishinglar. Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan saylangan viloyat kengashining deputati Nishonov Subhanali To'rayevich. Endi men sizni ko'pincha deputat sifatida emas, mahramiz raisi sifatida ko'proq taniyman, o'shaning uchun agarda qarshi bo'lmasangiz, hozir mana shu nimalarni ko'rsak, qilgan ishlaringizni, shaxsan meni boshchiligimda, sizni boshchiligingizda qilingan narsa. Men o'zim bilgan narsa, bizni mahallamiz oldin qanaqa sarson mahalla fuqarolar yig'ini edi-da, rais kelardi, bir kun ishlardi, ertasi kuni yana boshqasi. Siz mana necha yildan beri raislik qilyapsiz? 2019-yildan boshlab faqat o'zingizda hozir rais, ya'ni bu sohada mutaxassis bo'lib mana shu yerda yaxshi ishlar qilyapsiz, davomiy bo'lyapti bu narsa. Sizdan oldin kelganlar 1 yilda 3 ta 4 ta rais almashgandi-da endi. Hozir Muhammadxonlar shu 2 etajli mahalla binoyimizga, mahalla ertaligiga barcha qulayliklar yaratdi. Shu kommunalniy nimasi bilan ijtimoiy xodimimiz birinchi shu nogironlar keladi, nima keladi, shu birinchi etajli joylar qildi. Bitta uni profilaktika inspektorimiz xonalari, bitta unda yoshlar yetakchisi hamda hokim yordamchisi faoliyat olib borishadi. Turishingiz mumkin. Bitta unda yoshlar yetakchimizni nimalari. Juda ham zamonaviy, hozirgi zamon talablariga mos keladigan. Muhtasham bino. Tumanimizda yagona desak ham xato qilmaymiz. Chunki hashar yo'li bilan qolgan mahallalarda sherikchilik asosida qurilyapti. Bizlarda shu hashar yo'li bilan to'laqonli har bir mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroni bu binoda ulushi bor. Muhammad qori mana shu eski tasharruf bir bino edi. Buni hashar yo'li bilan shu majlislar zali qurib, mana foydalanishga topshirilgan. Bugungi kunda mana bu yerda mahallani vakillar yig'ilishini o'tkaziladi. O'rtadan bo'lganmiz, narigi tomoni xudo xolasa nuroniylar uchun buzardi. Bu oxirigacha edi, buni bo'lib mana bu yer nuroniylar uchun joy bo'ladi. Juda ham zo'r bo'libdi. Endi men bu yerda oldingi ko'rinishi yoshligimda endi ko'rgandim, juda ham bir xarob holatda edi-da. Sizni tashabbusingiz bilan mahallamizdagi saxiy insonlarning ko'magi sababli mana shu mahalla fuqarolar yig'ini, majlislar zali binosi to'laqonli foydalanishga topshirildi. Hozir raisimiz boshchiligida qabristonga boramiz. Ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. Mana shu yerni hozir men sizlarga oldingi holatini ko'rsataman. Oldingi holatlar mana rasmda ko'rayotganingiz kabi, mana bu yerlar butazor bo'lgan. Ichki qism qo'rqinchli, mana shu ko'chadan o'tishga qo'rqardik o'zimiz. Bu taraf ham shunaqa holatda edi. Mana bu yerda devorlar qurilib, yangi qabriston foydalanishga tayyor holda turibdi. Lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu yerda o'tganlarni janozalarini sunnatga muvofiq tarzda odamlarimiz o'qishadi. Bunaqa qabristondan bizda hozirda 2 ta, birinchisi hozir foydalanilyapti va bu ikkinchisi foydalanishga tayyor holatda turibdi. Ya'ni u qabriston to'laydigan bo'lsa, shunaqami rais? U yer to'laydigan bo'lsa, bu yer foydalanishga topshiriladi. O'zim bilaman, bu qabristonlar qurilishidan oldin janozalar uylarda o'qilgan. Albatta.
juda ham noqulayliklar bo'lgan. Kimnidir uyi katta, kimnidir uyi kichkina. Albatta uyi kichkina bo'lganlarni sharoiti odamlar borib ko'chalarga chiqib janoza namozi o'qishardi. Probka qilib kerak bo'lsa, hozir mana shunaqa sizni tashabbusingiz bilan qurilgan ikkita qabristonimizdagi janoza sababli odamlar hozir bemalol janoza o'qiladigan joylarda, maxsus joylarda namozlarini o'qishyapti. Oldinlari shu yoshlik paytimizda mana nuroniylarimiz chiqib, misol uchun ariqlarimizni chopishda, asosi Navruz paytida hasharlar uyushtirib, bir-birlariga, xonadonlarga kirib, ko'maklashib, mehr oqibat juda bor edi. Keyinchalik shu qaraganimda shu 7 yil oldin shunaqa mahallamizda mehr oqibat yo'qolgandek tuyuldi. Mana shunaqa tashlandiq ziyoratgohlarimizni ko'rib, qabristonlarimizni ko'rib, mahalla binosini o'zini tashlandiq holda ko'rib, men o'zim vijdonim qiynardim. Men aytardimki, nimaga mana shu hashar qilib qo'ysa bo'lardi deb shu nima qilardim. Lekin ushbu vakolatlar hammasi shu mahalla instituti orqali, saylovlar orqali hammasi meni saylab, meni o'zimga xuddi Alloh taolo berib qo'ygandek bo'ldi. O'sha mana shu niyatlaring bor edi, mahallani obod qilish, mana o'zingni ko'rsatchi degan bir ishora bo'lgandek bo'ldi. Mana Hazrati Ali masjidimiz gumbazi ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Ko'chalari juda ham xarob holatda. O'zim yaqinda ham video qildim shu open byudjetga. Bu narsa nima bo'ldi aka? Shu haqida. Hozir open byudjetda xudo xolasa shu sizni videongiz shu mahalla ahlini qo'llab-quvvatlashi, tadbirkorlar yonimizda turganligi natijasida open byudjetda xudo xolasa yutdik. 1,5 milliard mablag' ajratilgan. Hozir loyihachi kelib, xudo xolasa loyiha qilsa, mana shu masjidimiz, mana shu sahna asfalt bo'ladi. Faqat mahalla raisi bo'lib turib, davlatdan mablag'ni olib, faqat kunim o'tsa bo'ldi degan, o'zini o'ylab kunim o'tsa bo'ldi degan bugungi mahalla raisi bu jamiyatga bugungi kunda kerak emas deb o'ylayman. Bunaqa raislar shu ishlarni yig'ishtirishi ayni paytda keldi. Chunki o'sha jamiyatda, o'sha mahallada mana shunaqa buyuk ishlarni qiladigan o'rniga odam topiladi. Chunki bizni ota-bobolarimiz qonimizda bor O'zbekiston. Buxoroga qarang. Buxoroning binolariga qarang. Samarqanddagi binolarni qarang. Shunaqa tarixiy binolarni o'shada kim qurgan? Bizlarning ota-bobolarimiz. Hozir biz ko'rib turayotgan masjid yangi qurilgan bino va mana bu ustiga qo'yilgan rasm esa eski holatidagi bino. Arxitektura talablariga umuman javob bermaydi desak ham bo'ladi, ya'ni oldingi bino. Qarab turganingiz shu muhtasham shu Allohning bayti ham shu mahalla ahlimiz namoz o'qiyapti. Allohga va alaykum assalom. Allohga sajda qilgan holda shu yurtimizni, shu osmonimiz musaffo bo'lsin, jang-jadal bo'lmasin, tinch amonlik bo'lsin deb duo fotihalar qilishyapti. Xalqim uchun men faxrlanaman. Shuncha ishlar bo'ldi. Bundan tashqari tadbirkorlar shu ko'chalarga suv chiqarishdi, ba'zilari ko'chalardan asfalt qilishdi. Mahalla o'zini boshqarish to'g'risidagi qonunni hamda Vazirlar Mahkamasining 380-sonli qarorida ko'rsatilgan shu mahallani ishlatish mexanizmini to'liq ishlata olsa, mana shunaqa buyuk mana shunaqa muhtasham masjidlar, muhtasham majlislar zali, muhtasham binolar, mana nima kambag'allarga uylar qurib o'zidan bir iz qola oladi degan deb bemalol ayta olaman. Mahalladagi ahillik bir-birlariga bilan mehr oqibatidan kelib chiqadi. Agar shu ahillik, mehr oqibat bor joyda mana shunaqa qurilishlar, obodonlarchilik ishlar, to'y tantanalar. Ikkinchi etajda xudo xolasa repetitorlikka 4 ta sinfxona bor. Chiqib hozir ko'ramiz. Farzandlarimizni shu ingliz tili, chet tillariga o'qitish gohlariga tayyorlab nima bo'ladi? Chiqsak bo'ladi-a? Tarecha. Oxir ko'rayotgan samatok deydi, o'zi oqib keladi. Hech qanaqa elektr toki sarflanmaydi, ya'ni tabiiy holatda o'zi keladi. O'zi keladi. Shunaqa.